Mana bugun do'stlar challenge o'ta yomoni bo'ladi. Zangar dedim orada. Zangar qilaman. Dedim-da, bo'lmasa bunday sanab o'tiraveradilar. 18. O'tiragidik. Qiz bo'lmasin keyin. Top, lübü bitta o'g'il bilan Asosan qanday portoshli blokda shular va ko'rtiraylik deb siz boshqacha syomka, ya'ni komandalar tashqarida bu ham holda syomka qilamiz. 3 ta ishtirokchi chaqirganmiz. Har bitta o'yinchiga 3 ta zadaniya qilamiz. Orasida juda ham qiziq zadaniya bor, o'shani ko'rib olasiz. Kamera ham ko'rsatadi. Mana bugun do'stlar challenge o'ta yomoni bo'ladi, qarab ko'ringlar. Plus aholi odamlar bilan videolar chiqadi. Bu o'zgacha challenge. Har YouTube'ga birinchisi bo'ladi. Like bosib qo'llab-quvvatlaydi. Sizlar Zafar aka nimaga? Hech qayerda chiqmagan YouTube'da rolikni ko'rib chiqaverasizlar. Qoratosh futbol. Menda настроение zo'r. Qoratosh futbol kuzatinglar, obuna bo'linglar. Zo'r video chiqadi. Mana ko'rib turganlarda ungacha men уже 3 ta ishtirokchimizga ham уже zadaniyalar berib chiqdim. Уже zadaniyamiz ham javob qiyin emas edi. Orada уже juda ham qiziqarli zadaniyalar bo'lishi kerak va o'sha video davomida zadaniyalarni kuzatasizlar. Har bitta o'yinchimizga alohida bittadan plus zadaniya bor edi. Mana bu bolalar bilan tanishtirib o'tdik, ko'rdinglar. Hop, birinchi zadaniyamiz jangrol bo'ladi, birga bir, har bitta bola bittadan qiladi. Ya'ni o'sha bu yerda eng kam qilgan bola o'sha ochkosi bo'lmaydi. Eng ko'p ochko to'plagan bola esa 1 ochko oladi. Hozir bu yerda 3 ta bola bo'lsa, 3 ta bola har bittasiga bittadan imkoniyat. Da kim bu birinchi gali? Akramov. Akramov. Olib kelishdik. Akramov. Bu aytga boramiz o'zi. O'yinga qilamiz. Ikkita o'g'illar xolos, kelishoning. 2 dona qilaylikmi xolos. Bu tomonda qilsa, bu tomonda qilaylik. Yo, odamlar bor joyga kirish kerak, odamlar. Bo'lmasa bu tomonga qarab. Bu tomondami? Davay. Odamlar bor joyga, odamlar bor joyga. Yana yo'q. Yetarli. Bolalar işte. Ben ketdi. 1, 2, 3. Dedim-da, bo'lmasa bunday sanab o'tiraveradilar. 18 ta rekord. Birinchi odamdan birinchi rekord. O'sha Atak men shim bilan oyoq kiyim bo'lmaydi. Farqi yo'q, da. Bo'lmay qoldi. Endi menmi? Boshlaymiz. Ketdi mana Zafar aka. Ko'rib turganinglardek, уже Zafar ham jangrol qilish boshlagan edi. Уже bu yerda Akramov bilan Abdulaziz salkam stressga tushgan. Işte уже bu yerda zadaniyali bu o'yin bo'lganligi uchun oxirida уже zadaniyalar berilish boshlandi. Atak mana tufli-da, o'zlaring bilasizlar tuflida qanday qiladi. Boyada kirosovka o'zim bilaman. Ba'zi kitobni yopganman bu bolani. Hali yopganman. Hech qanaqa yo'q. Odam hech qachon o'tmishni yashamaydi. Oldinda ikkita chemit bor. Bo'ldi, gaplashamiz. Birinchisi yeb qo'ydingiz, bo'ldi. Mayli, birinchisi ko'radi, yoshlarga jo'natib beradi. Yoshlik menda hozir, ha? Shu yerda. Hadi mana 4 yil bo'ldi. Birinchi zadaniya bularga ham berdi. Voh, Bo'ladi, odamni gapirdilar. Ana ketaverasizgina. Qaranglar, hozir sizlarga bitta plus narsa qo'shiladi. Akramov yutqizdi-yu, sonra Zafarga yutkazish uchun hozir любой bitta shart etasiz. Ya'ni Akramov bilan Abdulaziz. Shartingiz bajarish kerak. Etasiz. Buni kutmadimmi? qarang. Ya, Etasiz. bo'lmasa. Yo'q. Sizlardan tashqari. Любой bitta shart etasiz. Sizlardan tashqari. Eting. Bitta любой shart. 20 ta jangovar qilib bering, qo'shni. Kam bo'lmasligi kerak lekin. Voy. Tuflida mana stadionga borgansiz qilib bering. Agar kullanmasangiz, bu chertadi 5 marta. Kallangizga chertadi. Yo'q, qara. Mayli, o'zi chertmay ikkita. Stadionda qilaylik. Shu yerda hozir shu yerda bo'lish kerak. Bu bola endi nimasalar? Siz qiling. Davay. Bular o'zi ikkovi Bilaman. 20 ta qilmasangiz birga ketishyapti. Bular tili bitta-da. 20 ta qilmasangiz 2 marta chertaman. Bu bajarmasligimcha o'ylab turaman-da. Bilan jangi bo'ladi, nima?
Ya agar siz yutsangiz keyin zadani aytasiz xohlagan shartingizni. Xohlagan shart berishingiz mumkin. Az begona qizga sevgi sir qildim. Nima ishora ketdi? Bo'ldi. Ketdi akani zadaniyasi. Bo'ldi, men Men sizda qilaman endi. Iloji yo'q, birodar. Tamam, ketdi. Men bilardim-da. Men bilardim. Nima ishlab turing? Yana bitta zadani berishingiz kerak. Mangami? İşte bas bitta. Bitta bilan vaqtincha aytgan. Men Chelsea o'rgataman. Abdulaziz nima zadani berasiz? Men yordam beraman. Yordam beraman. Men yordam beraman. Abdulaziz o'rtaqsiz endi mayli nima. Sarot qizlarni bo'lmasin. Nima bitta qiz so'zatasiz? Qiz bo'lmasin. Top, nima bitta o'g'il bilan janglar. Mana u turibdi. Ketdi da. Shuni turgan akaga borasida 10 ta jo'nab bering deysiz. Iltimos qilasiz. 10 ta. Janglarmi? Ha, 10 ta bera olasizmi deb so'raysiz. Mana gaplashyapmiz, Zayba. Ana brat nima qilishni bilmaydi. Uxir bekor shundan borib so'rang. Davay, kutamiz. Ko'rib turganlarda bu yerda ovoz uncha yozilmay qolgan. Shunga Abdulaziz bilmadim, qanadir mesishmadi. Bu kadrda ham ko'rishingiz mumkin. Kim bor Zayba? Ikkalasi ko'tagan. O'zim olib beray 20 ta Zayba. Buni anodan o'zidan iltimosingiz bo'ladi. Akram Akram, bunday janglar. Bering. Siz odam gamingiz. Qilmasa siz deysiz yana. Ha? Qilolmasa siz bo'ladi. Bitta janglar qo'yib ketadi. Sakkiz taqini 10 taqalardan bizlar. Yaxshi. Ben toplayayım. Oldu. Ben de orada babası 10 taqalardi. Tugadi, ha? 10 taqalardi babası. Himoyachi hujumchini yutgandan keyin sharmandada. Bunday TVda Chelsea videosi bor. O'shunga o'tsa qanchalik xo'rlaganini ko'rasiz. Boshdan o'tmish, shahardan o'tishni yashaydi bu bola. O'tmasa kelajak ham bo'lmaydi. Mayli, mana kelajak bo'ldi, o'tmish o'tdi. Mayli, o'tib qoldim, Mana bolalar ko'rib turganlar birinchi zadanamizni qilib o'tdi. Zafar aka bir ochko. Zafar aka ikkinchi zadaniga o'ta olmas. Yani ikkinchi zadanada sal jo'ski va bilan o'yinda. Yani begona odamlar bilan hozir shu Liverpool bitta odam bilan shu nimadir savol javob qilishingiz kerak bo'ladi. Bu savol javob agar qila olsangiz, sizga bir shu agar bu ikkalovlari savol javob qilib uni topib qo'ysa, bu agar topolmasa savol javobni, bular ochko bo'lmaydi. Ishingiz 2 ochko bo'ladi. Shu nima qilasizlar ikkinchi Shu to'y odamlardan topamiz. Ardayim birinchisidan ikkinchisi yaxshi bo'ladi. kuzatib boraylik, ikkinchi zadanamiz qiziq bo'ladi. Keyin unda yutqizgan Siz boshlaysiz. Birinchi ham boshlab beradi hozir kimdir. Yugurish bo'lsa mayli. Bolalar odamlar yetsiz, odlisiz chiqishmaydi. Hozir magazinga olib bunaqa. Endi baribir etsiz ham ular Qortosh roliga chiqib bersangiz agar yaxshi bo'lardi deb. Aytib ko'ramiz unga, menga ko'nmasa meni yutganga sovg'a bor, zo'r sovg'a. Abdulaziz Bizniki zo'r bo'ladi. Birinchisi yedim, ikkinchisi endi ichaman. Eng oson shunga bo'ladi. Siz bilasizmi savolni? Nima? Yo'q, buni bilaman. Qo'ying. Bo'ldi, tezlashing, sizni kutib o'tiribman. Nevar nechanchi yilda qolgan? Albatta, naqsa. Bo'ladi. naqoq ixtisos. Siz meni yutgan odamga beraman, shumi? Agar homiyimiz bo'lganda, işte homiy bo'ladi. Ko'rib turganlarda Akramov o'zini yonidan hozir -8000 pul ketkazdi. Bu o'sha bizda rolik son, like soni yig'a olsa, biz Akramovga qo'shimcha 8000 plus bonus qilib tashlab beriladi. O'shaning uchun videoga like bosib, komment bosib, paydash qo'shishlarni so'raymiz. Qani bo'lsa ketdi. Hayır, ben o'zimga qoladi-da. Ana abi. Ketdi-yon sen, hozir odam qidiramiz. Bundan yurib ko'ramiz. A few moments later. Shundoq 50 metrga men bilan yurib olsangiz, agar yursangiz men buni beraman. Shundoq, ekspertlar, kelishib video uchun. Odat qo'llaymiz. Ha, nima bo'lsa senga chiqadi. Просто yugurib bersangiz bo'ladi.
Zadana ketayotgan. Bizga zadana bo'lyapti. Hozir bizga shart berdi, omonat berdi. Shu qilyapmiz. Bo'lmadi, mana bu ham. Qarang. Mana bu tuzdan siz mana bu Pepsini mana babga qo'yib qo'yasiz Pepsini. Mana bu ichiga qo'yib qo'ying. Keling. aytadi. Mana Pepsi mana shu qo'yib qo'yasiz. Bu shu yerda u anani bosh oq zadana bor-ku. Ha. Oq zadanadan yugurasiz hozir. O'sha oq zadanadan boshlab Pepsigacha yugurasiz. Shu. Mana dam turadi videoga. 1 2 3 Rahmat aka. Joyingiz sog' bo'lsin. Mana men zadanam bajardim. Qorindoshda yaxshi yugurardim, o'zi bilasizlar. Yana yutdim. Aka charchagan ekanman, nima deysiz? Endi qolgan zadanlarga ko'ramiz. Mana bu ko'p turgan edi hozir akromimiz zadanasini bajardi. Hozir Zafar akani galib oldi. Zafarga hozir Liboy 5 ta odamga boramiz. Ya'ni Liboy 5 ta odam emas, bitta odamga boramiz-da. 5 ta savol javob bo'ladi. Agar 5 ta savol javobdan u agar sizdan ko'p topadigan bo'lsa, u sizga zadana beradi. Agar agar topolmasa sizga ochko beradi. Uchinchi degani bor. Siz savol berasiz, u topadi. Ha. Yo'q, men savol beraman. Men savol beraman. Men nimadir deyishim mumkin. Agar u topib qo'yadigan bo'lsa, unga ochko yozadi. Endi как ochko emas, u yutayotgan bo'ladi. 5 ta bosqich. 5 ta. Bitta savol, ikkita savol, uchta savol, to'rtta savol, beshta savol. Kuzatib boringlar, bu zadana va shotkiz Zafar akaga. Agar Zafarga yutkazadigan bo'lsangiz, men ikkita bo'lsa sizga anaqa beradi. Shart beradi. Tushundingizmi? Ko'ringlar, kuzatinglar. Qaranglar bolalar, vashti zo'r. Savol javoblarim bor. Ulan o'tirib yoniga boramiz, savol berasiz. Degan odamga so'rash ma'qulay. Futbolga 5 ta savol bor. Ikkalaga savol beraman. Agar buning qismlariga zarar Menga shart berilmayapti. agar o'shanga xohlasangiz, 5 ta savol javob beriladi. Bir Mas'ul kelamiz. topshiriq kerak. Qaysi biri topshiriq? Bu bola ham bilmaydi savol javobni. Bundan boshlayman. Birinchi savol javob 2013 yil jahon chempionatida g'olib bo'lgan jamoa qaysi davlat edi? Ispaniya. Bir ochkolari bor. Nima qilyapti bu? Ye. Lekin bularni bilmaydilar. Kizlar beramiz. Hop. Ikkinchi savolimiz, ya'ni 2002 yil oltin to'p sohibi kim bo'lgan? 2002 yil. Adashmasam qanaqa? Manchester United'dagi Michael Owen'mi? Yo'q, topamadingiz. 2002 siz kim bo'ldingiz? Dragba. Yo'q. Owen. Yo'q. Yana 10 sekund beraman. Vaqt topsanglar bo'ladi. Variant. Ha. Mayli, misol osonroq. Michael Owen. B. Steven Gerrard deydi. C. Ronaldo Nazario. D. Ronaldinho. C varianti kimdir? Nazario. Shunday. Gapni to'g'ri topdilar. Bunda hozir sizga bir bo'ladiganlar. Hop, 300 zadanaga o'tadigan bo'lsa, 300 zadana sal sog'liq sal tezroq. Ya'ni futbolda jahon chempionati, ya'ni futbol qaysi davlatda tashkil topdi? Ya'ni o'sha futbol asos solingan davlat qaysi? Angliyadan. Angliyadan to'g'ri. Angliyadan kelib chiqqan. Braziliyaliklar yaxshi o'ynaydi Angliyada. Ha, o'sha. Hop, to'rtinchi savolim beraman. To'rtinchi savol sal osonroq bo'ladi. Ya'ni futbolda eng ko'p qizil kartochka olgan o'yinchi kim bo'lgan? Gapi. Ikki javobda hozir oxirgi savolim bor. Agar hozir bular yutqizsa, siz zadana berasiz, futbol zadana berasiz. Masalan, nimadir deyishingiz mumkin, uni bajaradi. 5-chi savolimni sal keyinroq aytaman. Ikkovlariga sal boshqa beraman. Eng kuchli zaishli, ya'ni oltin to'p eng ko'p olgan o'yinchi, ya'ni jahon chempionatidan oltin to'p ko'p qo'lga kiritgan zaishli kim bo'ldi? Cannavaro. Yo'q. Maldini. Yo'q. Beckenbauer. Ya bir xil aytdi-ku. Ya bir Videoda sekinlashtirib ko'rsatamiz. Nimani savol beraman. Ikki o'ylanib ketadilar. Osonroq shunga o'sha shuncha savol javoblarga variantlar Hammasini aytib oldim. Oxirgisini beraman. Futbolda eng ko'p jarima zarbasidan ya'ni o'sha super gol deb kiritilgan o'yinchi kim? Ronaldo.
Pirlo. Roberto Carlos. Yo'q, juda yaqin javob. Yo'q, juda yaqin javob. O'sha kiritilgan, lekin Juventus o'yinchisi bo'lgan vaqtida. Yaxshi. Dybala. Ana Tilizning ichida. Pogba. Yo'q. Juventusda, Realmi, Barselona. Juventusda o'ynagan. Endi uni aytsa oson bo'lib qoladi. Uni aytsa sal oson bo'lib qoladi. Lekin o'sha kiritilgan eng yaxshi ishtirokni ketgan o'yinchiga kiritilgan. Hozir savol javob beraman. Ya'ni variant beraman. Lekin boshqa o'yinchilardan. A. Platini. B. A. Platini. B. Roberto Carlos. C. Beckham. D. Del Piero. Del Piero. Okey. Buni to'g'ri topdilar. Chunki Beckham hali Juventusda o'ynagan. Tutuldim. Chunki Beckham bo'lgan. Del Piero. Ikkalaga es formagan Beckham. Del Piero o'sha yaqin o'sha 2-yil orasida eng chiroyli ishtirokini qo'ygan. O'shani sizlardan cho'y oldik. Sizga rahmat aka. Rahmat aka sizga. Savdoga Aslida yetkizdi. Men ikkalasidan qutuldim. Aslida yetkizdi aka, chunki videoda hozir qaytarsa deb tuyuldi, mana bo'lyapti-da, eshitdi. Yo 2002-yilda oltin to'pni kim olgan deydi? Ronaldo olgan. Ronaldinho deydi u. Ronaldo. Nazariya. Gapni to'g'ri topdilar. Ronaldo dedi. Ronaldo Ha, bella. Nazariya dedi. Ronaldo Nazariya mana 2002-yil Rossiyada oltin to'p olgan edi. Siz oldingiz dedingiz. Oldingiz birga olgan. Boya Mana bolalar hozir ko'rib turgan edi, 200 zadanamiz ham tugadi. Zafar aka bajardi 200 zadanani. Hozir kimga qoldi 200 zadani? sizdan kimda qoldi? Ha, Abdulaziz qoldi. Men 2002-yilda kim oltin to'p olgan esimga chiqdi. Ronaldo Nazariya olgan. Michael Owen 2001dan o'ynagan. Ben bırak topku tavakkal olsun. Bir tavakkal olmadan Yutdim. Aslida bu bola yetkizib oldi. Yetkizgansiz abi. Shuni. Bu bola Puyolni birinchi aytdi. Men videodan qatnashdim. lekin bor edi, Puyolmas. Puyolni aytdi. Kaytda yuribsiz. Ha. Ha, maqsad ikkalasi meni qiynasada qiynadimda bularni. Aka zo'r shart beradi, deb shart beradi. O'zlari tuzash kerak. Mana bolalar ko'rib turgan edi, hozir 200 zadanamiz ham tutab o'tdi. Ya'ni Akromov bilan Zafar aka bajarishdi. Hozir Abdulaziz zadanamiz qoldi. Abdulaziz va Polaga borib, penalti edi. Любой bitta hozir kuzatuvchilar penalti chekdi. Qobiliyatini ko'ramiz. Kim bilan hozir? Kim topadi? Bo'ldi hech kim yo'q. Poladan topadi. Kuzatinglar hozir Poladan topiladi. 3 tadan imkoniyat bo'ladi. 3 tadan yetish. Ha, bo'ldi. Agar yutqizmasangiz, ikkalasiz zadani berasiz. Farodaga shaxsan o'zim turaman. Bo'ldi. Kuzatinglar, ko'rasiz hozir. Boshqalarimiz. Abdulaziz mana ikkinchi shartingizni ham bajarib ikkovimiz Polaga kelib qoldik. Bitta bola topib, Hop, kimni topasiz endi? boladan deymiz endi. Kattaroq bola topingda. Ha, shunday. Bu yerda odam yo'q, islom aka. Yana любой bitta bolani tanlang. Barselona oldi biz. Ham keldi. Penaltini o'ynaysan menga. Yutqizib qo'ysangiz borku. Zadan zo'r beramiz. Qarab, eng sani Yutqizib qo'ysangiz katta munchagina tanqidga uchraysiz. Qordosh futbol bilasizlar, to'g'rimi? Bilasizlar, to'g'rimi? Mana bolalar ko'rib turgan edi, hozir Abdulaziz 200 zadanasi hal bo'lyapti, ya'ni bu bola bilan qatnashadigan bo'lyapti. Abdulaziz o'zi kichkina bola tanlab qo'ymadingizmi? Bag'alasiz hozir. Agar birga bir tanlashasiz, ya'ni как birga tepishasiz. Agar bu bola 3 ta urinishda kam bo'lsa, sen ketasan. Agar bu bola yutib qo'yadigan bo'lsa, senga hech qanaqa zadani yo'q. Agar bu bola yutqizsa, sen zadani berasan. Kuzatib boringlar, qiziq bo'ladi. Bundan keyin o'sha 3-zadanamiz bor. Birinchi saat yapasan. Ha? Buni o'rni, yo hozir qaranglar. Uni bitta bo'yani tanlaydi, Bartaga. Kam, 3 tadan tepish bo'ladi, 3 tadan. Давай. Bir tane mi atacağız? Cevap verin. Kam, давай. Tepasan. Bos.
Sharmanda qilib Ketdilar. Vay. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar zo'r. Qisqasiz hozir. O'tkazmaymiz endi. Ukam ikkinchi galing, ikkinchi urinish. Хотя бы ukam 2 tur, 2 tur хотя бы. Vooo, gap yo'q. Ya ukam. Urasan ki urgun. Zo'r ukam, zo'r. Bittaga o'yin bor. Kichik qo'ysalar. Sizlarda nima gap? Zo'r ya. Yutasizmi? Kim turadi? Bittasi ham gol bo'lmaydi. Partiya. Kim turadi ukam? Qayerda turnirim bor? Men bilan turibsizlar. Mansur Turber. Mansur Turber. Mansur Turber. Okey, bitta. Ko'rinish qo'rqinchli o'ylamang. Qora futbollarni o'rtoqlari. Okey, chiq. Liboy bolani ayt. Boshladim topni. Faqat aytdim masala mana. O'zing to'pga satib ber xohlasan mana tanishlar bir-biringga. To'p. Sanjar Turberasan? Bular ikkita bola turib beramiz. Ikkita yo'q. Ha, unaqa narsa bo'lmaydi. Ikkita o'g'illar, bitta kattadan ikki yaxshi. Hozir uchta bir boshini tepaman. Ha, 3 ta boshdan. Ya, vaqt yo'q bizda hozir. Yaxshi. Chapaqaydi. Nima bo'ldi? 2-1 shunday. Mayli hech bo'lmasa ukam qara. Bitta nimadir ayt. Endi u hozir boyisi bo'lganda qolgan aytsanlar, hol nimadir zadani ber. Masalan, bitta qizga botingda yo nimadir de. Biz hech bo'ladi, yuguring. Shiraqa. Nima qilsa, to'g'risini aytib. Ochchasi. Mana yechib, Ya, bog'ga ham Bir kuruk. shortingiz yechib, aylantirib yugurasiz. Bir kuruk. Tarjimang. Uchilari tepaga o'tsinlar, tepaga qolsin. Qolib ketmaydi, tushadi qayta. Bir oy olib, mana bu yerda o'rta yurasizlar. Bo'ldi. Bitta yo'lda o'g'aylarmisizlar? Da, ketdi. Qo'lni yutgansiz. Bitta yo'lda oyoq tush. Ana, qo'l. Yutibsizlar. Oson shart beri, oson beri. Qo'ldan shart bergan nima deysiz? Easy. Ya, ana bola ko'rib turgan ikki zadanamiz ham tugadi. Ya'ni Abdulaziz yutdi. Nima deysan? Hozir haqqoniylik bo'ldimi? Qoni bo'ldi, hammasi zo'r o'tdi. Ha. Endi bu bolani men chiqarib berib tanimasang kerak, qortosh kuzatasan. Endi keldi. Ha, endi kelgan bola. Yaxshi teparmikan uka? Keyingi safar yana uka ishlar o'rib boqamiz. Balki siz chiqib qolishing. 300 zadanlar qoldi bola. Ishlar qolishadi. Ketdi. Qorsiz endi har bitta to'sinni tedirsak, Ha, bu bittami? har bitta to'sinni tedirsak, voya qiladimi? Bittadan chiqib yoziladimi? Nechta tepamiz? Bittadan. Zik. Zik. Kim? Yutgan bilan toshlaydi-ku. Da, Zafar aka. Videodan tashqari. Daim o'qizingni. Oyoqni Ha, bu yana Abdulaziz kametga osib qolaylar. Nimaga bunaqa deymiz? Qo'ldan bor yo'qdan Четкий.
Hayron qoldim. Oyoqda bitsi bor, ya bizda yo'q. Da stop endi. Zadani berasiz endi bu ikkita o'raga. ikki bunda bir. Abi 200 atı bir o'raga. Zota oxirida yutdimmi? Hozirgi zadaniyada yutdim. Hozir zadani 200, zadani berish kerak. Senga zadani bermadim, yalmay zadani. Ber, bu top bilan beraman. Top bilanmi? Qolganingizni bering. Top bilan bo'lsa sen o'tirib 10 ta anjima boya qilasan. Jangli. Bu mayli. Yetadimi? Bularga Zafar akaga. O'zi qila olmaydi. Ha? Ayting bu. 10 ta yangi loyiha bering topdi. Sizdan 10 ta. Yangi qo'shimiz. Ha, o'sha. Boshqa Masalan, ikkita. Yo'q, 10 ta jangilarmi? Ha, o'tirib. Kelib yiqib, O'tirib. O'tirib deyapti. Da, boshlaymiz. O'tirib janglyormi? Da, Zafar aka. Otang 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krasavchik zo'r. Nega? ishda kerak. 12 ta gapiraman, bajaraman. 12 ta qildimmi? 11 ta. Olmay turing degandingiz, hisoblamasizmi? Olmay hisoblamay. Hisoblamay turadi. Ha, ketdi davay. Qani? Ha, bo'ldi. Bajara olmadi. Bajara olmadi. Shunda Gap o'tgan Chirtasiz, davay. chirtasiz olmam. To'xta. Asta. Bo'ldi. Moji. zo'rmi? Zo'r. Bajardim. Yutdim. O'tgan chellenjda men yutib keldim. Bular yutsa bular yana to'g'ri beradi. Yosh imkoniyat berdi. Endi keldi. G'alaba nimaniga bo'lsa? Shunday. Ana deydi-ku, shanba kuni ertalab Mana bolalar ko'p turganlar bu roligimiz ham yakunlandi. Hozir 3 ta zadaniya ham bo'ldi. G'olibimiz Zafar bilan Abdulaziz bo'g'di. Endi ikkalovlar hozir yutganlar uchun alohida nimadir qilishimiz kerak edi, lekin vaqtimiz qolmadi. O'shaning uchun ikkalovlar gapi Akramov qanday bu rolik yutqizsiz? Oldingi chellenjda men yutdim. Bular ham g'alaba nimaniga oyog'im tufli bularda qarang. Men shundoq kelyapman. Qora tosh. Mana bolalar ko'rdinglar. Xudo xolisa bu videomiz payshanba chiqadi, ya'ni keyingi payshanba chiqadi. Kuzatib boringlar. Kamda 200 300 ta like sizlarga alohida yangi yaxshi yangiliklar bor. Kuzatib borishni unutmang.